Assalomu alaykum aka-ukalarimiz, tinchmisiz, omonmisiz? Poddesh uchun gap yo'q. Like bosyapsiz, komment, kanalimizga podpiska, obuna bo'lyapsiz. Yine zakaz kelib tushdi aka-ukalarim. Yine ish topdim zavoddan, issiqqina yerdan. Lekin oylingizni aytay aka-ukalarim, issiqqina yerda ishladingizmi, oylingiz kam bo'ladi. Shuning uchun $1000 oylik olasiz. O da kam emas deb o'ylayman. Qishning sovug'ida ishlaganda issiqqina zavodning ichida ishlayman desangiz, mana video qo'ydim montajda. Teginda ikkita telefon qo'ydim. Moskva, Domodedovo, Stupinada mana shu zavod, Domodedovo ko'pchilik inson biladi. O'sha mana shu ikkita ishonchli telefon bilan bog'lansangiz 18 yoshdan 50 yoshgacha olamiz. Adam yaşını tellemaymiz. Qo'lina ish kelsa bo'ldi zavodda. Ikkita ismi ekan, Den Noch. Yotoqxonasi bilan ta'minlaymiz dedi. Evet ovqat zavoddan dedi. Xohlagan ovqatni yeb biladi dedi. Shashlik bashlik hammasi shu zavoddan ekan, zavodning hisobidan ekan. Yotoqxonangiz, dokumentingizga hammasini taxlab beradi aka-ukalarim. Tak что 50 ta o'g'il bola, qiz bola bo'lsa bitta ikkita semenni olaman dedi. Mayli aka dedi. Mana video, mana tel. Elbette telefon qiling. Mana shu videoni sovuqda, sovuq qatib ishlamayman, issiqda ishlayman degan aka-ukalarimizga zavoddan mana ishonchli ish 50 ta odamga jon tashlaymiz mana shu videoni. Joningiz sog' bo'lsin, hali yana ish chiqadi. Space Texnika kanalimiz Gulyanka xizmati misol qilsa, yani liboy ish chiqadi. Tak что mendan uzoqlashmayman desangiz, podpiskani bosib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin deyman. Gazini bosing. Xo'p, mayli, sog' bo'ling.